Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'zim yaratgan skriptni o'rnatish va ishlatishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib papkaning ichida script degan papka bor. Buning ichidagi hammasini kopiya qilamiz. Hop, applications, After Effects, script UI panels shu yerga tashlaymiz. Men oldin tashlaganim uchun replace qilaman yana bir marta. Hop, script tushdi. After Effects'ni ochamiz. Ochdik skriptni tepadan Windows eng pastiga tushsa mana o'zi fayl nomi bilan Hoji Akbarxon UI scripts qo'shilgan bo'ladi. Buni bitta bosib panel o'zi ochiladi. Bu yerda har xil nimalar o'zi kerakli narsalar qo'yilgan, bularni ishlatib ko'rish uchun text layer tanlaymiz. Hozir trendda bo'layotgan Apple stilidagi animatsiyani qilib beramiz. WordUp. Hop, pastdan tepaga chiqadi bu. Ko'rishingiz mumkin. Shunga o'xshash pastdagisi harf bilan chiqadi, donali emas. Hop, keyin bounce bor, keyin yaratish kerak bo'lgan text, null object, kamera, adjustment layer va qo'shimcha tekstlar bor. Bounce'lar bor, bularni ishlatib ko'rsak bo'ladi. Masalan, bu yerga bounce bersak chiqadi. Buni speedini bu yerdan yoki keyframedan to'g'rilasak bo'ladi. Va yana nima narsa bor? After intro, after outro bor. After outro ni bosamiz. O'zi yo'qoladi animatsiyali. Hop, yana qanaqa bersa bo'ladi? Bularni yana o'zingizlar bir ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Bunday bersa ham hozir trendda bo'layotgan animatsiyalar. Bu faylni qayerdan olamiz desanglar, hop bu postni tagiga link qo'yib qo'ygan bo'laman. O'sha yerga o'tib olsanglar bo'ladi.